Salom Joybox obunachilari, hozirgi obzorimizda Infinixning novinkasi, ya'ni bizga oxirgi taqdim etgan smartfoni Infinix Hot 50 Pro Plus bo'ladi. Eslasangiz, oldin Infinix Hot 50 ni obzor qilgandik va uni eng ingichka smartfonni taqdim qilgandik. Ingichkalik 7.8 mm edi. Bu safargi Infinix Hot 50 Pro Plus smartfonida undan ham ingichka 6.8 mm qilib bizga taqdim etildi. Hani dunyodagi eng ingichka smartfon deb tanilayotgan telefonni test qilib ko'ramiz. Bizni nimalar bilan hayron qoldira olar ekan. Buni ichkalarini ham video davomida aytib o'tib ketamiz. Dunyodagi eng ingichka smartfon deb tanilayotgan Infinix ko'rishga tayyormisizlar? Demak, ketdik. Ochib ko'ramiz. Mana dizayniga e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli. Xo'sh, dizayn qismi bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Ko'rib turganingizdek, bizga yangi rangni taqdim etdi. Buni nomi Titanium Grey. Haqiqatan titanga o'xshab turib ishlangan orqa korpusi. To'g'risini aytaman, ushlab ko'rgan telefonlarim orasida eng ingichkasi. Haqiqatan qo'limda yo'qdek tuyulyapti. Yengilligi 167 grammi shunaqa edi. Ko'rib turganingizdek, mana barmog'im bilan solishtiraman. Barmog'imdagi qalin mani. Orqa tarafda mana 3 ta kamerasi, tepa tarafda mana bu yerda kolonka, pastki tarafda ham kolonka, radio zaryadlash uchun, bu yoqda SIM karta uchun slot va gromkostlarni ko'tarish tushirish va blokirovka tugmalari joylashgan bo'ldi. Ekrani esa e'tibor beradigan bo'lsangiz, yoniga 3D qilib, izognutey qilib ishlangan. Bu smartfon rostdan ham ingichka, shu bilan birgalikda ekranlari sifatsiz ishlangan deb o'ylasangiz adashasiz. Bunda premium segmentlarda ishlatiladigan Gorilla Glass himoyasiga ega ekranlar o'rnatilgan. Bundan tashqari, ishlab chiqaruvchilar qo'lingizdan tushib ketish trayektoriyasini hisobga olgan holda 6 ta tarafini mustahkam qilib ishlagan. Bu degani yerga tushib ketadigan bo'lsa ham smartfoningiz tez sinib qolmaydi, ekranlari deyarli qirilmaydi. Rangi, dizayn qismi fantastik darajada juda ham chiroyli, ingichkaligini aytmasangiz ham bo'ladi. Qo'lingizda smartfon yo'qdek, juda ham yengil. Buni ingichkaligini kelinglar iPhone 14 Pro bilan bitta solishtirib ko'ramiz, o'zingizlar ko'rasizlar. Mana ko'rib turganingizdek, ikkalasining orasidagi farqi. Smartfon ekrani bo'yicha ham ozgina sizga maqtab o'tib ketaman. Demak, AMOLED, yangilanish chastotasi 120 Hz, maksimal yorug'ligi 1300 nitgacha yetadi. Bu juda ham yaxshi. Bilganingizdek, quyoshda ham yaxshigina ekranni ko'rib ishlatsangiz bo'ladi. Barmog'ingiz skaneri shu ekranning o'zida joylashgan. Undan tashqari Face ID orqali ham blokirovkadan ochsangiz bo'ladi. Smartfonimizda 6 nanometrli MediaTek Helio G100 protsessor o'rnatilgan. Ofitsial smartfonni saytida o'qib ko'rganimda, bu oldingi versiyalarga qaraganda 20% tezroq sovutish xususiyatiga ega deb yozilgan edi. Buni tekshirish uchun kelinglar sizlar bilan PUBG o'yinini o'ynab ko'ramiz. Undan keyin bu qanchalik qiziganini men sizlarga ma'lumot qilib aytib o'taman. Mana PUBG o'yiniga kirishni boshladik. Hozir bizning smartfonimizda 29 gradus ko'rinyapti. PUBG o'yinini o'ynab bo'lganimizdan keyin yana bir bor tekshiramiz. Change in my life, cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? PUBG o'yinini ham o'ynab tugatdik. Oxirgi yetib oldik endi. Bu vaqt oralig'ida necha gradusga turganini ko'rib chiqamiz. Demak, programmaga o'tamiz. Boshlaganimizda 29 gradus edi. Hozir esa mana 39 gradus bo'pti, 39 gradusgacha qizibdi. Atiga 10 gradusga. Professional darajada emas, lekin havaskorona darajada o'yinni boshlaydigan bo'lsangiz, mana shu smartfon juda ham qo'l keladi. Protsessori anchagina yaxshi ushlab beryapti. Undan tashqari ekrani ham juda ham zo'r. Kelinglar, ana endi bu smartfonni xarid qilishingiz uchun sabab bo'ladigan fishkalarni aytib o'tib ketaman.
birinchi o'rindagi fishkasi bu sun'iy intellekt bilan ishlashi. Birinchi o'rinda bu smartfon bilan olgan rasmlaringizdagi keraksiz detallarni olib tashlashingiz mumkin. Demak, menda fotosurat bor. Bu yerdagi ruchkani olib tashlamoqchiman. Buning uchun sun'iy intellektdan foydalanaman. Izminitga kiramiz. Bu yerdan instrumentiga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerda lastik bor. Lastikka olib turib, biza hozir o'zimizga keraksiz bo'lgan obyektni belgilab olishimiz kerak. Mana ruchkani belgilab qo'yaman. Demak, ruchkani belgiladim va menga bu yerdan ruchkani olib tashladi. Ko'rib turganingizdek, deyarli ideal. Agar to'g'riroq belgilaganimda bundan ham zo'r qilib chiqazib berardi. Ikkinchi o'rinda rasmlaringizni korrektirovka qilishda sun'iy intellekt o'z yordam beradi. Bu yangilik emas, lekin yoqimli qo'shimcha. Uchinchisi, mana internetda o'tiribsiz, biron bir ma'lumotni ko'rdingiz. U ma'lumotni masalan belgilaysiz, generatsiya qilasiz. Sun'iy intellekt uni kerakli ma'nolarni sizga chiqazib beradi. Undan tashqari, yozayotgan tekstingizda xatoliklar bo'ladigan bo'lsa, uni to'g'rilab beradi. Masalan, Wikipediyada bu statiyaga kirdingiz, uni ko'pligidan o'qigingiz kelmayapti. Shunchaki olasiz, o'sha statiyani belgilaysiz, kerakli joyini va ask ayni bosadigan bo'lsangiz, uni generatsiya qilasiz. O'shanda sizga generatsiya qilib, uni kerakli joylarini, kerakli ma'nolarini va o'qishingiz zarur bo'lgan joylarini chiqazib beradi. Yoki u-bukimga xabar yozyapsiz va uni grammatik xato bilan yozyapsiz. Masalan, mana bu so'z. Mana bunaqasiga qilaman. Bosib turib, o'sha sun'iy intellektga kirib turib, grammatik korrektorga kiradigan bo'lsak, bizga to'g'risini chiqazib beradi va stavitni bossak, bizga to'g'rilab qilib beradi. Va qo'shimchasiga, masalan, so'z yozamiz. Belgilaymiz va optimizatsiya tekstini bosadigan bo'lsak, bizga qo'shimcha yana variantlarni chiqazib beradi. Bemalol o'rniga qo'yib turib ishlatishimiz mumkin. Yana bir fishka yoki yoqimli qo'shimcha bu ovoz orqali o'zingizni suratlarga olishingiz mumkin. Kelinglar, mana sizlarga hozir ko'rsataman. Buni sozlash uchun mana bu yerdan настройки bo'limiga kiramiz. Настройки tushganimizda metod syomka bor. Bu yerda syomka голосовой komandani yozib qo'yamiz. Pastiga yana qo'shimchasiga ulkani yozib qo'ysak bo'ladi. Capture, shot, cheese. Hozir kuladigan bo'lsam, meni rasmga tushiradi, o'shani ko'rasizlar. Mana ko'rib turganingizdek, kulganingizda siz yuzingiz mimikasini ko'radi va o'shanga qarab turib rasmga tushiradi. Yana bir hali endi birinchi marta bu smartfonda ko'rayotgan fishkalarimdan bittasi bu ikki taraflama syomka qilish imkoniyati. Ya'ni oldini ham, orqani ham siz bemalol video lavhalarga tushirishingiz mumkin. Bu juda ham zo'r. Masalan, sayohatga chiqadigan bo'lsangiz, sayohatda siz videoga olib, o'zingizni ham parallel ravishda videoga olib ketishingiz mumkin. Bu juda ham zo'r. Oxirgi menga yoqqan taraflardan bittasi bunda ikkita kolonka joylashgan. Ya'ni tepasida va pastida. Qo'shimchasiga bunda JBL kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan kolonkalar ishlatilgan. Meni juda ham hayron qoldirayotgan tarafi Infinix bu smartfonlariga 5 yil garantiya beryapti. Naqd 5 yil. Boshqa smartfonlar maksimum 1 yil garantiya beradi, lekin bu smartfonga 5 yil garantiya beryapti. Bu 5 yil ishlaydimi yo'qmi hozircha biz bilmaymiz, lekin bular TVU sertifikatini qo'lga kiritishgan. Bundan tashqari 5000 mAh akkumulyatoriga 4 yillik garantiya beryapti. Ya'ni 1600 siklgacha zaryadka qilsangiz bo'ladi, o'rtacha standartda 8 ta siklgacha zaryadka qilsangiz bo'ladi. Hisoblab ko'radigan bo'lsak, haqiqatan 4 yil chiqadi. Shuncha fishka, shuncha garantiya va berayotgan imkoniyatlarini eshitib turib, bu smartfonni xarid qilishni maslahat berasizmi deydigan savolga ham o'rin qolmadi degan umiddaman. Infinixning yangi smartfoni, ya'ni Hot 50 Pro Plus bo'yicha obzorim sizga yoqdi degan umiddaman. Like va podpiska bosishni unutmang. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha.